Idoraviy qurilish normalari 178-23. Avtomobil yo'llarida akustik ekranlarni loyihalash, qurish va foydalanish bo'yicha tavsiyalar. Mazkur me'yoriy hujjat Avtomobil yo'llari ilmiy tadqiqot instituti davlat muassasasi tomonidan 2023-yilda ishlab chiqilib, Avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan 2024-yil 15-avgustdagi 78-sonli buyrug'i bilan amalga kiritilgan. Ushbu me'yoriy hujjat avtomobil yo'llarining qo'shni hududlari va turar joy binolarini shovqindan himoya qilish va aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligini ta'minlash maqsadida avtomobil yo'llari bo'ylab o'rnatilgan akustik ekranlarni loyihalash, qurish va ishlatishda qo'llaniladi. Mazkur me'yoriy hujjat bilan akustik ekranlarni joylashtirish, ulardan foydalanish, saqlash, arxitektura estetik talablar, akustik ekranlar uchun namunaviy konstruktiv yechimlar kataloglari va ularni o'rnatish joylarida yo'ldan drenajni ta'minlash bo'yicha namunaviy yechimlar hamda hisoblash qoidalari belgilab berilgan.